alaykum hurmatli obunachilar. Yangi akfa eshik-romlarimiz o'rnatdik. Ishlar mumkin. Bu yerda 15 yil oldin qilgan yo'qotish ishlarimiz bor. 15 yil oldin qo'yilgan yo'qotish eshik-romlarimiz. Akfalarimizni qo'ydik mana inshaalloh. Limir firmasida 2 qanot eshigimiz. Ko'rishlar mumkin. Aynalar oq qo'yilgan. Yosh katta odamlar o'tiradigan, shunga oq ayna soldirishdi. Bunimiz bir qanot eshiklarimiz.